Chang'an Deepal avlodining navbatdagi versiyasi, ya'ni 4-chi bo'lib ishlab chiqarilgan avlodi, ya'ni SUVsi Chang'an Deepal S05 avtomobili haqida bugun gaplashib o'tamiz. $27,000 gacha bo'lgan barcha turdagi inomarkalarga ходовой jihatidan 100% javob bera oladigan avtomobil. Videoni oxirigacha ko'ringlar, bugun sizlarga yaxshi kontentlarni ulashda davom etamiz. Deepal S05 kapot ostida 1,5 litrli motor o'rnatilgan. Undan tashqari motori ot kuchi ham anchagina yaxshi. Ani sizlar o'ylayotgandek 107, 108 ot kuchi emas, bunda 218 ta ot kuchi. Undan tashqari mana bu bitta narsasiga ahamiyat bersanglar, operatorimizdan iltimos qilamiz. Mana bu rangini qaranglar, mashinaning rangini. Qora desanglar qora emas, seri desanglar seri emas, ya'ni kunduz kuni yaltirab to'g'lanib turadigan ranglardan iborat bo'lgan. Juda chiroyli, kompaktni bo'ladi. Yetmagan mana rangini qaranglar mana. Bunday ranglari ham bor. Neobычный svetlar. Уже oq qora borgan sari Xitoyda modadan chiqib ketdi уже. Allaqachon har xil boshqacha svet, ya'ni qoraga yaqin, lekin to'g'lanib turadigan ranglardan mashinalar ishlab chiqarishyapti. Mashinani, ya'ni avtomobil oldi tarafiga ahamiyat bersanglar, bu yoqda harakatlanishi oson bo'lish uchun 4 ta parktronik datchikda qo'yilgan. Mana bu bitta, ikkita, bu yoqda ham xuddi shunaqa ko'rinishda ikkita, ya'ni 4 ta umumiy miqdorda parktronik datchiklari mavjud. Farlari ham o'sha LED texnologiyalaridan foydalangan. Yana bitta eng zo'r tarafi, menga o'zimga yoqqani, ходовой juda ham yumshoq bu mashinada. 18 dyumli o'sha diska balon 2,5 60 qo'yilgan, ya'ni Cobalt'ga o'xshab bunda ham 60 diametrli balonlarimiz qo'yilgan. Yana bitta ichki tarafi ahamiyat bersanglar, oldingi modellarga qaraganda, ya'ni shunaqa rangdan iborat, faqatgina bunda o'sha rullarimiz, elektrosistemaning dizayni o'zgartirilgan. Oldingi Deepal'ga qaraganda o'sha bunisi boshqacha joystiklar qo'yilgan. Bemalol operatorimizdan iltimos qilamiz. Ichki salonlarini ham ko'rsatamiz. Undan tashqari hida proyeksion displey, ya'ni Mercedes Silver 40 mingdan tepa turadigan modellarda bo'lgan hida proyeksion displey ham bu avtomobillingizda mujassam, ya'ni ketayotgan paytingizda bemalol oldingiz, ya'ni lobovoy qismingizdan oldi harakatlarni ko'rsanglar bo'ladi. Yana bitta bizning o'zbek xalqimiz uchun yaxshi bo'lgan, yukxonasi anchagina katta bo'lgan 464 litr kichkina yukxona emas bu. Bemalol ikkita chemodanni sig'dirib olib sayohatlarga chiqsangiz, tog'larga farzandlaringiz bilan, oila a'zolaringiz bilan chiqsangiz bo'ladigan narsalar yukxona hajmi bor. Elektron paket odatiy holatda, endi bunaqa segmentdagi avtomobilga mexanik qo'yib, bunday qilib daq etib yopsa, menimcha yarashmasa kerak. Eng zo'r tarafi mana shu joy menga o'zimga yoqdi. Boshqa modellarda ahamiyat bersanglar, bagaj yopayotganda GTR X90 Plus daq etib yopadi. To'rt bo'ladi bitta. Buni qarang. Krossdan yumshoq, sekingina tortiladi, ya'ni qattiq nagruzka bilan yopmaydi. Orqa farasi krossida 2 qatorli, bir Aston Martinga ham o'xshab ketadi, orqa faralari ham 2 qatorli bo'lgan. Buni olgandan keyin birinchi qanday yozuv, mana buni shilib tashlash, xitoycha yozuvlar shilib tashlanadi. Polni qop-qora black piano qilinadi, mashina haydab yurilaveradi. Xo'p, endi buni razgonini desanglar 7-9 sekundda 100 tezlikgacha harakatlanadi. Endi bu bar SUV, bu sport kar emas, 7-9 ham menimcha hozir O'zbekiston sharoitida normalniy tezlik. Balki undan tez chiqishi ham mumkin. Endi ichidagi odamiga ham bog'liq, hamda elektr energiyasi sarf-xarajatiga ham bog'liq. Xo'p, mashinaning o'zida tonirovka bo'lmaydi. Biz o'zimiz avtosalonga, showroomga qo'yilgan uchun tonirovkalar qo'yib qo'yganmiz. Yaxshi tarafi, mana bu tarafda atamankalari bor. Ya'ni yo'lovchi ketayotgan paytda bemalol ko'tarib, uzoq yo'lga ketayotganda damlarni olib ketsalar bo'ladi. 5 kishilik avtomobil, buni 7 kishiligi chiqmagan, bari 7 kishilikni so'raydiganlar bo'ladi. Ruchkasi shu odatiy holat, o'sha Tesla'da trendga chiqqan, hamda Dashingda davom etgan, hamda Chang'anning bir xil modellarida davom etayotgan ruchkalardan qo'yilgan bu avtomobilda. Ruchkada hech qanaqa o'zgarish sezmadim, lekin avtomobilda tashqi dizaynda hamda logotipi rebranding bo'libdi. Chang'anning navbatdagi SUVsi, ya'ni 4-chi chiqqan modelida logotip rebranding bo'lib, joylashuv tizimi o'zgaribdi. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, endi logotipni nafaqat oldi va orqasida, balki yon qismlarida ham uchratsanglar bo'ladi. Ya'ni orqa qismida ham avtomobilda joylashtirilgan. Gibrid bo'lgani uchun bunda ikkita bak bo'ladi. Hozir ayoqdan ochib ko'rsatib beraman. Bu yoq benzinga ekan mana. Xo'p, bu yoqda nima aytgan? Bunga 92 dan past bo'lmagan yoqilg'i qo'yish kerak. Ya'ni bari O'zbekiston sharoitida 95 qo'yganinglar yaxshi. Bu yoqda esa elektr. Uyda zaryadka qiladiganinglar ham bor. Ko'chada bistriga zaryadka qiladiganinglar ham bor. Kamida 3,5 kilovatdan oshiq bo'lgan zaryadkalarni ishlatish kerak. Panorama tom bor. Yaxshi tarafi panorama tomida ham tepa qismi shtorkasi bor. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Necha litr rasxod qiladi degan bo'lsanglar, bu mashinamizning rasxodi 4 litr, 4,5 litr tashkil qiladi. 45 litr bakini o'zini benzin sig'dira oladi.
Xo'p, endi sekin ichki salonda funksiyalar bilan tanishtirib o'tamiz. Adaptivniy cruise control mashinada. Cruise control baland past qiladiganlari, bu yoqda hamda bu avtomobilimizda ichki anaqalari interyeri hozircha Xitoy tilida ekan, biz bunga lekin rusifikatsiya urib berib, hammasini to'g'irlab beramiz. Hamma funksiyasi bor mashinada, juda mana qarang, har bitta harakatingizni, har bitta sizni qatnov qismlaringizni hammasini o'z avtomatlarida to'g'irlab beradi. Hammasi multimedia, mana bitta dyumi menimcha 15.3 dyumlarga to'g'ri keladigan monitor turibdi bu yerda. Shu monitorda boshqaruv paneli hammasini ko'rsataman. Batareykasi 40% hozir. Har bitta panelga javob beradigan funksiyalarimiz turibdi. Xo'p, barimiz. Noodatiy bar ekan, bunday boshqacha. Ichida voy, men barni chuqurligini qaranglar. G'or bo'yotibdi-ku. Yana cho'ntagiga uchun maxsus joylashuv ham bor. Yana asosiy narsasi ham bitta besprodnoy bor. Mana materiali boshqacha qirib tashlamaydigan, telefonni qirmaydigan materiallarga bu yerdan ko'rasizlar, har bitta joyga Dipal yozuvlari tushirilgan. Eng qizig'i, menga yoqmagan tarafini aytib o'taman. Panoramasi mamutdan boshqarilmas ekan. Bu degani mana bu monitordan boshqarasiz. Shu mamutda knopka qo'yib qo'ysa bo'lmaydi, bizning o'zbeklarga knopka yoqsa, knopkani bosishni yoqtirishsa. Splashnoy panorama, bu lyuk emas, panorama lyuk emas, bu panoramani o'zi bo'ladi. Lekin bitta zo'r tarafini aytaman. Mana yopgan paytinglarcha mana bu yerda qo'lni ko'rsatib turar ekan. O tarafidan undoq chiqib tursa. Bundoq qilib qo'ysangiz, bundoq qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Mashgacha yopadi. Mana, ko'rdingizmi? Mamutgacha bundoq qilib qo'ysam, mamut o'zidan boshqasiz ham bor. Mana qulaylik. Mana nimaga xitoyliklar bu tarafini aniq qilmagan. Mana. Bu bokovoy upravleniya ham mana ekan. Mana bunaqa joyidan bosish shart emas, bir mashina o'zidan chapga, o'ngga rulni mana bu joydan to'g'rilar ekansiz. Hamma funksiyalari mana mana shular. Endi mana menimcha bagaj bak bagaj ochdi. Endi yopib qoldi. Xitoyliklar Ozgina ochib qo'ysangiz bo'ladi, xolos. 3-sini bo'lsa, oxirgi 3-si. Ozgina ochib qo'y. Havo, mana bu zo'r ekan lekin, ham funksiya. Havo kirishi ozgina mana bundan o'zingiz tushirishasiz, bitta vaqt qo'ysangiz bo'ladi. Xitoyliklar nimalar qilyapti? Mana havo kirib turish uchun qaranglar. Ozgina ochib qo'yishi zo'r variant. Xo'p, boshqaruv panelida asosiy ko'rsimizda, ya'ni uzatmalar qutisi rul orqasida joylashgan. Bu yana sizni mamnun joyida chalg'imasligingizga kafolat beradi, lekin mashinaning o'zi ancha o'zini yaxshi tutyapti. Test drive jarayonlarida buni video lavhalarni sizlarga taqdim etamiz. Haqiqatan mashina yumshoq hamda juda razg'uni tez, maza qiladigan mashina. Biz bu avtomobilni Avtocentr avtosalondan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. 3 yil kafolat beriladi bu mashinamizga. Endi sizlarga albatta narx qiziq, Shohruh buni narxi nech bo'ldi deb so'raydigan obunachilarimiz uchun narxlarni aytib o'tib ketamiz. Xo'p. Buni avtosalonimizda 2 xil rangi bor. Ya'ni mana shunaqa qora hamda oq. 3 xil desak ham bo'ladi. Bunaqa versiyalari ham salonimizda bor. May oyi, iyun oyi degan narxlarni aytadigan bo'lsa, 358 million 875 ming so'm evaziga xarid qilsangiz bo'ladi. Boshlanish to'lov 25%. Shuni ham bittada aytib o'tib ketamiz. 27500 AQSh dollariga shu oshni olsangiz bo'ladi. Yana ham kelishtirib beramiz. Bemalol avtosalonga murojaat qilaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, 95 kodi bilan 399 to'rtta bir raqamga murojaat qilsanglar, xudo xolasa o'zimning nomerim, yana chiroyli qilib kelishtirib, sizlarga hisob kitoblarni ham qilib beraman. Joningiz sog' bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.